Agrobank aksiyadorlik tijorat banki tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarga hozirgi kunda onlayn va oflayn kredit liniyalarimiz ochiq. Hozirgi kunda rasmiy ish haqiga ega bo'lgan jismoniy shaxslar uchun istalgan maqsadlar uchun 100 million so'mgacha mikroqarz va kredit kartalarimiz bor. Bunda kredit kartamizni miqdori 100 million so'mgacha, muddati 4 yil, budjet tashkilot xodimlari uchun ish haqi loyihasi Agrobankda bo'lsa 27%, boshqa bankda bo'ladigan bo'lsa 30% dan 4 yil muddatga beriladi. Bundan tashqari mikroqarzlarimiz bor. Mikroqarzlarimiz 100 million so'mgacha, budjet tashkilot xodimlari ish haqi loyihasi Agrobankda bo'lsa yillik 25% ustama to'lash sharti bilan beriladi. Ish haqi loyihasi boshqa bankda bo'ladigan bo'lsa 27% dan beriladi. Bunda yana hozirgi kunda Agrobank aksiyadorlik tijorat banki tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarga quyosh panellari sotib olish uchun yashil energiya kredit liniyamiz mavjud. Bundan yana uy-joyga ehtiyoji bor, uy-joy sotib olish niyati bor jismoniy shaxslar uchun uzoq muddatli imtiyozli ipoteka kreditlarimiz bor. 20 yil muddatga beriladi. Yillik Agrobank aksiyadorlik tijorat banki tomonidan 312 sonli farmoniga asosan yuridik shaxslarimiz uchun kredit liniyalarimiz mavjud. Buni miqdori 300 million so'mgacha, 100 million so'mgacha bo'lgan qismiga garov talab qilinmaydi. 100 milliondan oshgan qismiga likvidli mol garovi talab qilinadi. Muddati 5 yil, 2 yil imtiyozli davr bilan ajratiladi. Muddati 7 yil, 2 yil imtiyozli davr bilan ajratiladi. Ularning uchun rahmat, salomat bo'linglar. Qanaqa shaxslarga berasiz?